Hop, Face ID'ga kelasizlar mana. Face ID mana bu joy hozir. Hop, mana bu set ulangan degan ma'noni anglatadi. Kiramiz. Parolni terib kiramiz. Har bir maktabniki har xil, bir xil emas. Bir xil usta qo'ygan bo'lsa bir xil bo'ladi. Agar sizlar bir xil usta qo'ygan bo'lsa bir xil qo'y. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunga kirasiz. Sistema setting mana. Bunga ruscha bo'lishi mumkin, bunga kiriladi. Undan keyin mana tepada birinchi turibdi. Communication turibdi. Bunga keyin mana bu. Bu joyda mana bu ochiq turadi sizlar. Navigatsiya ochiq turadi. Bu qo'lda kiritilgan mana IP manzil. Buni shunday yoqamiz. 0 sirazi mana o'tadida chiqib turib, bitta chiqib turib, yana bitta kiramiz. Yana bitta chiqamiz. Mana uje sirazi ulandi. 00 deb turgani u internet yo'q degan. Mana 192 168 146 tursa bu internet bor degan. Xo'p, bundan so'ng yana nima qilamiz? Biometrikka kiramiz. Biometrikka kirib turib 96 ga ko'tarib qo'yamiz. Sizlarda 90 bo'ladi. Buni 90 mana shu ikkita joyini 96 ga ko'taramiz. Mana buni ham 96 ga ko'tarish kerak. Hozir ko'tarib qo'ygandim buni. Hozir yana ko'tarib qo'yaman. O'zim ko'tarib qo'ygandim. Xo'p. Adashmasam mana unda 90 necha ham turadi? 92 shunaqa turadi. Buni 96 ga ko'taramiz. Eng muhim joyi shu. Bo'ldi. Internet ishlayapti degan ma'noni anglatadi mana bu joy. Shu bunaqani kirsanglar bo'ldi.